Real Madrid kambek qila oladimi yoki yarim finalga Bavariya yo'l oladimi? Xo'sh, jamoalarning imkoniyati qanday? Avvalo jamoalarning holatiga e'tibor qaratsak, Bavariya bu o'yinga Bundesligada yirik g'alaba va chempionlik ostonasida yuqori kayfiyatda kelmoqda. Jamoa hozirda agressiv, yanada qo'rqinchli. Kompaniya shogirdlari joriy mavsum Yevropani zir titratmoqda. Mutaxassis Bavariyani har tomonlama qo'rqinchli jamoaga aylantirdi. Jamoa nafaqat hujumda rang-barang, balki himoyada ham ancha stabil. Bavariya hozir Yevropaning istalgan jamoasini yuta olishiga shaxsan men ishonaman. Nemis mentaliteti ostida birlashgan jamoa har qanday klubga boshqaroq bo'lishi aniq. Real Madrid esa aksincha, o'yinga Girona bilan durang, kayfiyatsiz va ishtiyoqsiz holda kelmoqda. Jamoada ichki muhit buzilgan, jamoa ichida esa o'zaro kelishmoqchilik hukm surmoqda. Endi esa asosiy mavzuga qaytsak, xo'sh, Real Madrid kambek qila oladimi? Madrid klubini har qancha yomonlamaylik, bir statistika borki, Madrid bu mavsum deyarli har bir o'yinda gol urmoqda. Bu esa juda muhim. Sababi Allianz Arenada Realga atigi bitta gol yetarli bo'lishi mumkin. Ikkinchi sababi esa raqib Bavariya ekanligi. Inkor etib bo'lmaydiki, Bavariya har qanday holatda ham Real Madridga oson raqib hisoblangan. Oxirgi o'yinlar statistikasiga qarasak, so'nggi 10 o'yinning 6tasida Real Madrid g'alaba qozongan, 3tasida durang va atigi bittasida Bavariya g'alabasi. Bu esa Realning kamlikka imkoniyati yuqoriligidan dalolat. Lekin shu bilan birga kompaniya shogirdlarini ham mensimaslik noto'g'ri bo'ladi. Aniqki, Bavariya bu o'yinni shunchaki berib qo'ymaydi. Tish tirnog'i bilan oxirigacha kurashadi. Lekin meni bitta savol qiziqtirmoqda. Xo'sh, Barselona uddalay olmagan ishni Real Madrid qila olarmikan?